Jamiyat ikkiga bo'lingan o'qidigan mavzuda. Ya'ni o'qiganda o'sha siz aytganda qayerda o'qiyapsan degan savol, ya'ni qaysi oliy ta'limda o'qib, qaysi soha bo'yicha ta'lim olyapsan degan savolga keladigan bo'lsa-edi. Bir taraf aytayaptiki, bugun tez rivojlanayotgan zamonda diplom shart emas, 4 yil o'qish shart emas, qaysidir bir darajani, qaysidir bir bilimlarni olish uchun qisqa kurslar ham yetarli. Bir toifa shunaqa deyapti. Bir toifa shunaqa deyapti va allaqachon Yevropa mamlakatlari shunga o'tdi. Hozir mana bir yaqin tanishim bilan suhbatlashib kelyapmiz. IT kompaniyasi bor va mutaxassislarni olib rezyumelar bilan tanishsa, hammasi qisqa kurslar deyapti. Hammasi qisqa kurslar, ya'ni universitetga bormagan holatdagi anaqa. Endi ikkinchi bir toifa bor, men shu ikkinchi toifaga qo'shilaman. Bu oliy ta'lim, umuman tizimlashgan ta'lim talab qilinadi degan yondashuv. Nima uchun? Men aytmayman, universitetlar, kelajak universitetlari bugungidek 4 yil o'qitishi yoki 5 yil o'qitishi mumkinligini. Balkim bu soatlar, bu vaqtlar qisqarar, 3 yilga tushar, 2 yilga tushar, lekin kurslar bilan, o'sha kurslarda olib yig'ilgan bilimlar bilan universitetni taqqoslaganda juda katta bir atributlari bor. Birinchisi, kelajak universitetlari bu nafaqat bilim beradigan, balkim jamiyatga moslashtiradigan maydon bo'ladi. Sotsializatsiyani ta'minlab beradi. Ikkinchisi, bu shaxs o'zini realizatsiya qilish imkonini beradigan plashatka bo'ladi. Qobiliyatlarini ko'rsatadi, muhabbatini topadi, xafa bo'ladi, qaysidir ma'noda domlalarga yalinib yoki ularni aldab ko'rib yoki ularga mehrini ko'rsatib, emotsiyasini namoyon qiladigan bir anaqaga aylanishi mumkin. Va eng muhimi bor, Umid aka, kurslar bera olmaydigan universitetda bitta katta narsasi bor. Universitetda dastur tizimlilik asosidagi bilimlar bilan boyitilgan bo'ladi. Ketma-ket tizimda. Ketma-ketlik bo'ladi, uzluksizlik bo'ladi.